Assalomu alaykum gul shaydolari. Mana men eng chiroyli gullarimni, mana dollar gulimni, mana eng chiroyli dollar gullarimni sotdim Zarafshonga. Mana qaranglar. Buni jo'natyaptim endi. Korobkada joylashmasdan oldin uni qisam bor ekan. Har bittasiga paketga yig'izdim. Mana qilish barglari. Mana bo'lmasin, qashlab ketmasin deb. Qaranglar mana. Mana qaranglar, chiroyli. Eng chiroyli dollar gullarim mana. Mana shuni bargi tushib ketmasmikan deb aytdim. Mana eson omon egasiga yetib borsin. Qaranglar, chiroyliligini buni. Mana bir kunda xudo xolisa Zarafshonga yetib boradi. Yetib borgandan keyin xudo xolisa yana videosini tashlayman. Yaxshi yetib borganligi uchun hammasini paketga yig'dim. Qashlamasdan yaxshi yetib borgani uchun yoniga korobkalar qo'ydim. Mana endi xudo xolisa bularni yaxshi yetib borsa bo'ldi. Xudo xolisa yaxshi yetib borib mana yuzlarimni yorug' qilib hammasini paketladim, joylashtirdim. Mana Miranda Mariya dollar gulim. Mana mana chiroyli gullarim egasiga ketyapti. Xudo xolisa yaxshi yetvasin. Gullarim har bitta sotganimda o'zim yuraklarim jisillaydi. Agar joyim ko'p bo'lganda umuman sotmasdim. O'zim gullarni rosa yaxshi ko'raman. Joyim anaqada. Buni ochilayotganini qaranglar. Bag'ri tillarim ochiladi. O'zim bittalab ko'kartirib, bittalab ekib jo'natganim qaranglar. Mana chiroylilarim yaxshi yetvalinglar. Eganglarga ochilib, chiroyli bo'lib, mana yuzlarimni har doim yorug' qilinglar.